O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda milliy va xalqaro jurnalistikaning ilg'or yutuqlarini ommalashtirish, yangi O'zbekiston ruhiga mos yangicha tafakkur tarzini shakllantirish, milliy kontentni boyitish, yurtimizda inson qadrini ulug'lash, jamiyatimizda ochiqlik va oshkoralik muhitini mustahkamlash, jurnalistlarda tanqidiy tahliliy fikrlashni hamda ijodiy faoliyatga yangicha yondashuvlarni rag'batlantirish maqsadida Oltin qalam 20-milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovni e'lon qiladi. Tanlov bitta bosh mukofot va 5 ta asosiy yo'nalish: televideniya, radio, bosma va internet nashrlari, chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiallari, shuningdek 12 ta rag'batlantiruvchi nominatsiya bo'yicha o'tkaziladi. Tanlovda har bir ishtirokchining 2025-yil 22-apreldan 2026-yil 22-aprelgacha bosma va internet nashrlarida e'lon qilingan radio va televideniyada efirga uzatilgan 5 tadan 7 tagacha materiallari ko'rib chiqiladi. Ijodiy ishlar joriy yilning 22-mayga qadar qabul qilinadi. Tanlovda tahririyatlar, tele va radio kanallar jamoaviy ham qatnashishi mumkin. Oltin qalam milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovining g'olib va sovrindorlari 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirida tantanali ravishda taqdirlanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni 71 244 37 87, 71 244 64 62 telefon raqamlari va O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bilib olishingiz mumkin.